光给这天客，一个平川的戈壁滩哟，放开河喽啊，唱歌。河水向东流，哎，太阳又东升，爬上了撒脸儿的高山顶，悄悄望着北京城，瀚海连接着天边大山，冲破了云层，维持万里的文娱啊，捎份心眼儿到北京。Serttaşlar, cefa çektinler. Armağaysizler, cefa çektinler. Armağaysizler serttaşlar. Yoldaşlar, cefa çektinler. Nima gap? Voy, xat kelibdi. Xat borgan, meni borgan. Meni borgan. Qara baqa, meni borgan. Qara baqa. Peycan. Qo'mberjondan xidi bor ekan. Cechun, sizga bir xush xabar beraman. Men o'g'il tug'dim. Shundoq semiz, kenan tug'ildi. Buningga uyimizdagi hammanglar xushal bo'ldik. Shunga biz darhol bu xush xabarni sizga yetkazib, sizni xushal qilishni muvofiq ko'rdik. Shundoqla sizning yana vatanimizning chegara rayonini qo'g'dash uchun texmi ko'proq kuch chiqarishingizga tilakdoshmiz. Cechun, bu xatni qo'lingizga qachon tegishini bilmayman. Balkim siz bu xatni ko'rganda o'g'limiz 1 yoshga kirib, dada deyalgidek bo'lib qolar. Afsuski, siz uni anglayolmaysiz. Cechun, o'g'limizga tex ism qo'ymadik. Uydagilar uni Shavbo deb chaqiryotdi. Siz qismda tarbiya ko'rdingiz, madaniyat saviyangiz o'sib qoldi. Ismni siz qo'yib berasiz. Cechun. O'g'limni setib olgan oyoqni sana bermay keluvdi. Bugun ayolingdan xat keldi. Xat yozishcha o'g'lim dada deyaligidek bo'lib qoldi. U doim seni ko'rman deb jidal qiladi ekan. Yurtdoshlar uni Shavbo deb chaqirdi ekan. Hozirgacha rasmiy ism qo'ymabdi. Ayoling seni qismda tarbiya ko'rib, madaniyat saviyasini o'sib qoldi deb qaraydi ekan. Shunga uyga qaytib, bolaga ism qo'yib berishini orzu qiladi ekan. O'g'limga qanday ism qo'ymoqchi bo'lgandim? Bo'lmasa bolaga ism qo'yib beray. O'g'lim Jo'nqo Xalq Jumhuriyatimiz qurilganda tug'ilgan emasmi? Shunga uning ismi Jango Bosqandoq. O'g'lim cho'ng bo'lganda tarbiyasiga qatnashtirmoqchi. O'zingga varislik qildirib chegara rayonini qo'datqizmoqchi emasmidi? Biz bir kunda birga askar bo'lgan. İkimiz urush oxirlashganda birga qaytib ketib, ota-onang bilan bolangni, ham ayolingni yo'qlab kelmoqchi emasmidi? Nemishqa? Sen baldır ketib qolsan. Peycan! Yarın saqaydımı? Saqaydı. Peycan!
bana vazife topşırın. Abi! Peycan. Bu doktor. Neymiş oldu? Amirning yarısı etek saqaymagan edi. O'zi qochib chiqib olibdi. Amir. Doktorxona qaytib ketdi. Peycan. Bo'ldi so'z dema. Qaytib berib, o daraqda olma. Yaralı saqayganda sizga texmi muhim bir vazifa topshiraman. Yazga. Uyda qandaq qiyinchiliginiz bo'lsa tortinmaydi. Men janchilarni uyingizga beraman. Hacet yok. Sizlarning ishinglarni o'zinglarga yetib oshidi. Mendan g'am qilmasanglar bo'ladi. Yazga. Yiliq kuni siz muzdaqdan tushibla uyga kirib, Navruzning uyda yo'q ekanligini sezibsiz. Ayni chog'dagi ahvolni so'zlab bersangiz qandoq? O kuni biz billa muzdaqdan tushgandan keyin sizlar Amir bilan Huangbanjangni jiddiy qutqizish uchun yo'l echmandinglar. Men uyga qaytib kelib qarasam, uyda odam yo'q. Navruzni chaqirsam, sado chiqmadi. Ondan Gulandamni chaqirsammi, sado chiqmadi. İçimde buncha bola qattiq shivirganda ular nagimi ketgandi deb o'yladim. Darhol sirtqa mandim. Shu chog'da Gulandam sirtdan kirdi. O to'nlab titrab ketibdi. Meni ko'ribla. Dada, Navruzni ko'dilimi deb baqirdi. Ko'midim dedim. O yig'lab ketdi. O sizga bir nima demidimi? Dedi. O Navruz azatlık armiyaga xabar yetkazgili boraman dedi. Men bu birli boray desam, unimay o'zi yolg'iz ketgan. Kecha-ichi qaytib kelmadi. Kecha-ichi sirtin o'q ovozi olinib turdi. Shunga Navruzdan ansirab ketyapman dedi. Yazga. Bechora Gulandam 2 kundan buyon sirtqimi chiqmay, uyda yig'lab o'ltirdi. Rahmat sizga Niyazga. O'g'lingiz Mustaq xabar yetkazgil mangan bo'lsa, yo'ldan ezib qolganmi deya. Mustaqning shivirg'onlarini ko'rib cho'ng bo'lgan tursa, yo'ldan ezib qolsinmi? Bu bir balo qazo. 他怎么能不认识家呢？天灾人祸。 Niyazga. Sizningcha Navruzning qazo qilishi tabiiy ofat tufaylidan bo'lganmi? Yanbayjon. Bu gapcha Yazga, men sizdek Navruzning mayli har qanday qattiq shivirg'onga duch kelsimi, uyga teshaman qaytib keladiganligiga ishonaman. Lekin u kuni Navruzni ozodlik armiyaga xabar yetkazgil ketib ekan dedingiz. Jangchilardan so'rab ko'rsam, u kuni Navruzni hech kim ko'mabdi. bu gapcha Ehtimol birisi uning ozodlik armiyaga xabar yetkazishini xohlamagan. Ozodlik armiyaning muzdaqda to'nlab qilishini orzu qilgan bo'lishi mumkin. Mushundaq bo'lganda Imom Axunimni Salir tog' eg'izdan ip chiqib ketalaydi emasmi? shpion. Navruzga shular ziyonkashlik qildi-da. Yanbayjon. Bu shpion kimdi? Niyazga o'zingizni besib oling. Vaqti kelib, shpionni tutgan chig'imizda uni cho'qim o'zim oldingizga olib kelaman. Peycan, men Qumdovon hujum qilishni talab qilaman. Agar Majinjon bilan Jondarning banditlarini talto'kis yo'qotolmaydigan bo'lsam, hargiz qaytib kelmayman. Qani buyruq tushiring. Ya'ni kesilan qo'zg'aldimi nima? Ha, desalar Qumdovon hujum qilmalar deydigansan-ku. Peycan,
Ular degan mag'lub bo'lgan qo'shin. Ularni hech bir kuchi mayli mag'lub qilib bitalaymiz. Yana taharga yoshirinib olgan eliq buzuq ayolning sirt bilan til biriktirib o'lishiga nima uchun orqa-orqadan fursat yaratib beramiz? Peyjon, hech bilmadim. Nima ishga jim turib olib sabdoshlarimizni o'rinsiz qurban bergizayversiz. Gepani tuzitib qo'yay. Sabdoshlarimiz hargizmi o'rinsiz qurbon berayotgani yo'q. Qani degina. Men nima ishga jim turib olaman? Bu ish zodi kallamdan o'tmaydi. Bu meseleni sana talay qetim tushundirib bo'ldim. Acaba yana sana can ahvolini tushundirib vaziyatni tahlil qilib berishim kerakmi? Sen avı xaritini oldiga berib 2 soat o'ri turib, Qumdavonning nadiligini, Taharning qayerdaligini obdan ko'rib baq. Ondan keyin yakigani berib, ilishman desangmi bo'pti. Sen to'simayman. Qaytib kelishga emasligim bilan bir karim yo'q. Biroq shuni deb qo'yay, Majanjoni chigirdan chiqarmasam bo'lmaydi. Peyjon! Go'benjan. Nima bo'ldi? Peyjonning ochig'ini beklik keltirib tutsan-ku. Men nedim bilay? Xonbenjon yodimga yetib qilib, o'zimni besib olamay qaptiman. Xonbenjan uchun qayg'urayotgan odam. Yolg'iz sen emas. Men shundoq. O texim shundoq. Ular shuncha yil birga jang qilgan tursa, uning intiqom olgisi kelmasmi? Uning bizga umumlikni ko'zlash to'g'riliq etqonlarini unutib qolma. Peyjon, men xato qilibman. Qaysi ishni xato qilganini anglab baqay. Peyjon, boya xaritini astoydil ko'rdim. O'ylab baqsam, hozir Qumdavonga hujum qilsak, Majanjonni chigirdan o'tib ketishga majburlab qo'ydi ekanmiz. U chog'da xalqaro talash tortish yuz bergidek. Ha, xaritini 2 soat ko'rganam bekorga ketmabdi. Tushunishga tegishli qoidani tushunibsan. Senda yanami cho'nqurlab so'rab baqay. Xaritini ko'rgandan keyin biror tadbir yodingga keldimi? Peyjon, menda tadbir nemish qilsin? Menda sizninkidek jo'golanchi tadbirlik qilimi yo'q. Shundaqli yana Rimbenjongda butun kollasi kitob bilan to'shib ketgan tarixchi emasman. Men faqat ahmoqona xiyolni qila olayman. Kallangdagi shu ahmoqona xiyolni qani anglab baqaychi. Peyjon, boya ko'p o'ylandim. Majanjong jangda orqa-orqadan mag'lub bo'ldi. Imom Axunimni tutib ketaman deb tutanmadi. U hozir Qumdavonda o'zini o'lim kutib turayotganligini biladi. Menimcha uni hozir ahvoli qapsalib qilib, odamga etilishga tayyor turgan ishga o'xshaydi. U cho'qim o'lim oldida jon talishidi. O'ylab baqmamsiz Peyjon. U nurg'un yil urush qilgan harbiy. Shu osonlikcha yengilganiga tanbamaydi. Qani da'va. Men yana shunda o'ylaymanki, Tahardagi ayol ishpiyon cho'qim boshlig'i topshirgan oxirgi vazifani o'rinlaydi. Bu musu qanday qiladi? U Majanjonni qaytirib hujum qilishga moslashishi kerak. U Majanjonning mag'lubiyatiga hargiz qarab turolmaydi. Shu ular bilan cho'qim bir qitim qattiq elishib qolamiz. Bu jangni yaxshi qila olsak, u balkim biz uchun oxirgi javob qilishi, cho'ng beliqni bir yo'lda qo'lga tushira olishimiz mumkin. Shu o'z yo'li bilan o'zining boblig'ini tuzuk. Qanday boplaymiz? Qanday boplaymiz? Buningga men bir nim deyolmayman. Menimcha u ayol shpiyonni qattiq nazorat qilishimiz, oshqishliq paytda uni xabarchilik selib, bu yerga xabarni uning qo'li orqali Majanjonga yetkazib, uni oldimizga akilib, yo'qotishimiz kerak.
Men yani xato so'zlab qo'ydimmi? Pejan, hergiz xafa bo'lmang, ha? Boy dedim-ku, men faqat ahmoqona xiyolni qila olaman. Bu ne? Ağrını buzuş yelisi deyiniz. Ha. Bana tapşırdığı vazifem hoşum idi. Doğru. Yok, barmayman. Neymiş ha? Gülendemden hazır özümni kaçırıp yürüvatkan tursan. Kim sizni ondan özünü kaçırsın depti. Siz u yerga Niyozkamdan holidan xabar ag'ilib borsiz. Bunun sebebini bilamsiz. Navruz bu qitim Azodlik armiyaga xabar yetkazish uchun uydan chiqib ketgan. Ehtimol qurbon bo'lgan bo'lishi mumkin. Bundan keyin Niyozkam hammamizning tog'isi bo'ladi. Azodlik armiya jangchisi bo'lish sifatimiz bilan fuqarolarga yordam berish va kuyinish majburiyatimiz bor. Peycan, deganlaringizni tushunaman. Lekin yanada bağım yo'q. Niyoz tog'amga yordam qilishga kimnilar avasingiz bo'laveradi-ku. Mening yanada mustaqil chiqib post turg'im bor. Amir, esingizda bo'lsinki, Majanjang bilan o'ttirimizdagi tirkishish qil ustida turib o'tadi. Zo'r dushman oldida har bir jangchi bir qancha odamning ishini qilish kerak. Sizga topshirgan bu vazifa sharafli ham mushkul. Shundaqli bu tashkilot sizga ishonganligi vazifani ijro qiling. Xo'p. Balam, birdam aram eli bilan. Bundaq ishlayversangiz yiqilib qolasiz. Siz ikki qat tursangiz. Dada, sizlarga deyishga petinolmagan edim. Tönögüz. Bola. Dada, sizlarga yuzgilanmayman. Navruzga yuzgilanmayman. Bala, neymiş ki baldırak demeysiz. Yığlama. Yığlaversanız özünüzü kesiltip olasınız. Yürü. Öy girip birden aram eli verin. Dada, ben yana birden iş qilay. İş qilsam, ko'nglim aram tepib qoladi ekan. Bala, Navruzning o'limidan azoblanayotganligingizni bilaman. Lekin hayot qolganlar davomli yashamasak bo'lmaydi-da. Dada, Navruz ishqinglar menga shundoq kuyinib keldinglar. Men Navruz bilan pat-pat qaydishib qolgan bo'lsam, lekin bu oilani chin ko'nglimdan yaxshi ko'raman. Mening boshqa uyim yo'q. Dada, bundan keyin meni o'zlariga qiz qilib asla. Niyaz tağa! Gülendem! Amir! Yarınız sakayıp kaldı mı? Kene bu yak kelin. Sizni obdunarak körüp olay. Toluq sakaydım. Tağa, bugün alahidi sileni yoklap geldim. Bu unni ep koygayla. Gülendem, çapsan elin. Bu un alaydı köngül izarı hesaplanıdı. Rahmet sizge Amir. Amir, yarını sakaydı mı? Sakaydı. Şunu bugün silahı yardım kıgıdak iş bağı mı yok, şunu sorup geldim. Bundan kim daim gelip silahı yardım kıp durma. Yok, lazımı yok. Yardım kılmışsınız mı? Dadam işkimiz kıp geteleyimiz. Sizni ahvar kılmayla. Gülendem. Tolu tekellüp kılma. Tağa, ekesile, ben yardım kılay. Amir, yardım kılmışsınız mı buladı? Rastalı lazımı yok. Gülendem. Amir, rahmetlik Navruz'un yüzünü kıp olsa mı? Bu yerden ketin, endi kemmem. Hoşnula körüp kalsa set durudu. Sizden ötünüp kalay, ketin. Gülendem. Yaxşı niyet bilen şunda kılıvatım. Hoş op kalay, tezrak ketin. Yang Peycan, Ha?
Sizlar hayotimni qutqizib qoldinglar. Sizlarga vaqtida rahmatim deyamidim. İmam Axunum, bundaq demisizlar. Sizlarning tutib ketilganliklari bizning xizmatni yaxshi ishlamaganligimizni tushundirdi. Sizlarga namaqul bo'lsam bo'ladi. Ay, bundaq dema. Buzuqlar eskilik qilmoqchi bo'lsa, uni to'sib qog'li bo'ladimi? Rahmat. Muhtaram İmam Axunum. O'zlaridan bir ishni so'rab baqay. Obdaroq aslab baqsla bo'pti ekan. Sizlarni tutib ketishdan ilgari o'zlarini kimlar izlab kelgan edi? Nurg'un kishilar kelgan. To'g'ri, nurg'un kishilar. Demoqchimanki, birasi alohida bir ish to'g'riliqsini izlab kelganmi? Takror kim izlab kelibdi ekan? Mendan maxfiy yo'lning derigini so'ragan edi. Peycan. Voy, Amir, bu yer tursiz-ku. Manga deydigan gapingiz bormidi? Ha? Sizga Gulandamdan oldin xabar e'lon demaganmidi? Badem. Biroq u meni haydab chiqadi. Peycan. Endi uning qishig'i bormayman. Meni mustaqi chiqarib eting. Ha, tushundim. Umidsizlik uchrab qolibsizda. Oldirmang. Yuring. Birdam aylanib kelaylik. Amir, bu güzel manzaraga qarab beqna. Odamni haqiqatan maftun qiladi. Oldimizdagi o cho'qini nima deydiganini bilamsiz. To'gi cho'qisi deydi. Uni hargiz salchoqlab qolmang. Yillardan buyon o taharni qo'g'daydigan tabiiy to'salg'i rolini o'ynab kelgan. Lekin shuning bilan billa o yana taharning tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqasini uzib tashlagan. Biroq shu tabiiy yo'l ochilgandan tortib bu yerdagi hamma ish asta-asta o'zgarishga boshlagan. Bu rivoyatni kichigimda anglagan edim. Ular bu jannatga tutishadigan yo'l. Batur, oq ko'ngil kishilar Allohning vahiysi bilan u yo'ldan o'talaydi deydigan. Azodlik armiya taharga kelib, fuqarolarga baxt va xushallik olib keldi. Shunga bu sirliq yo'l azodlik armiya uchun kuchig'ini keng ochsa to'g'ri bo'ladi. Bu sirliq yo'l biz azodlik armiyaning hayotlik manbasi. Düşman cho'qim bir amal qilib uni buzib o'tishdan qasdida bo'layotdi. Ularning bu qatam İmam Axunumni tutib ketishimi mushu maqsaddan chiqish qilgan. Mushu yo'lni qo'g'dash uchun Xonmanjon qurbon bo'ldi. Sizmi yaralandingiz? Dal mushundaq bo'g'ashqa mustaqi chiqib postda turay deyapman. Lekin siz qo'shilmay meni Gulandamning holidan xabar ol deyapsiz. To'g'ri dedingiz. Bugun siz bilan dal mushu ish to'g'riliq so'zlashmoqchiman. Qani, o'tiring. O'tiring. Obdaroq o'ylab beqinglar. Siz hozir ko'rayotgan Gulandam bilan ilgari taniydigan Gulandam o'tirsida bir farq bormi? Siz qiz bola cho'ng bo'g'ich 72 xil o'zgardi degan edingiz. Biroq bu Gulandamda o'zgarish bek cho'ng bo'lib ketibdi. Masalan, ba'zida u menga kichik vaqtidagi Gulandam bilan boshqa odamdeklar to'yiladi. To'g'ri dedingiz. O ishkaylan aslo bir odam emas. Hozirgi Gulandamning haqiqiy ismi Gulbar. U Gulandamning ismini qo'llangan. Nima? Bu gapcha Gulandam yolg'onmi? U ishpiyonmi? O'ylamagan bo'g'aydingiz. Undaqda Navruzni u o'ldirib etgan o'xshamamdi. Cho'qim shundoq. Nagvarsiz! Nagvarsiz! U hiylagar ayolni o'ldirib etdiman. To'xtang! Uni o'ldirmasangiz noiti zo'r xatolik o'tkazgan bo'lasiz. Uni o'ldirib etish qanchalik ta'sish edi. Lekin uni o'ldirmasangiz butkul planimizga ta'sir yetadi. Bu Gulandam maxsus tarbiyalangan ishpiyon. Uning kayniga bir ishpiyonlik to'g'ri yoshiringan. Egilishimizcha, Majanjonning qo'shinimi uning kontrolligida ekan. Shunga biz undan foydalanib, uning atrofidagi ishpiyonlarning hammasini qamoqdan chiqarib, bir yo'lda qo'lga tushirishimiz kerak. Bugun sizni chaqirishimdagi maqsad shuki, mana shu mushkul va sharaflik, hatto xatarlik vaziyatini sizga topshirmoqchiman. Tushundingizmi? Jonpayjon, tushundim. Vazifani cho'qim o'rinlayman.
Ondan başka her ikitingizge masış beriş üçün bir qancha jangchini avataman. Ular mayli nimeli desin, qandaqli ish qilsin. Hammasi ularning sizga masış bagini. Sabdashlaringiz yiningizda tursa, yolg'izlik his qilmaysiz. Tushundim. Endi suratga tortmang desam, nima ish qo'ymaysiz? Mushunchalik havisimgimi cheklimi qo'yamsiz? Go'zal narsalarni suratga tossam nima ish qilmaydi ekan? Bu jahonda odam urg'undan yaxshiroqdir. Siz ketaman demaganmidingiz? Texnik ketmabsiz u. Sababini bilib turib, so'rag'aningizni qarang. Jiddiy payt yetib kelmaguncha bu yerdan ketmayman. Chunki bu yerdan ketishim hijron azobidan derak berdi. Aman bir kuni ayrilib ketishimizni bilgan ekansiz. Ketmoqingiz yaxshi. Endi ketmasangiz, vaziyat o'zgarib qolsa ulgurmay qolasiz. Shuni so'rab boqay. Bu oxirgi tanlashingizmi? Menda tanlash fursati yo'q. Qumdavan sizga reallikdan chatmagan, har qanday va'dani berishimga yo'l qo'ymaydi. Hech tushunamadim. Nima ish bunday qilasiz? Siz nima er kishi degili bo'lsinmi? Men istiqbolingizni o'ylamsam bo'lmaydi. Ayna. Siz istiqboli bo'lmagan er bilan birga yashasangiz bo'lmaydi. Istiqbolingiz yo'qligini bilib turug'liq. Yana nima uchun bu tuyuq yo'lni tanlaysiz? Sizga dedim-ku. Taqdirim shunday. Yengam. Qaytib ketdim. Ha? Bir ish bormidi? Oynaning sizga chaplashib elib, qo'yib emasligidan asrab qoldi. Chiqib turing. Birdan tinchlanib olay. Xo'p. Amir, işinle aldıraş emas o'xshamamdi. Bu yerga kelishdan boshqa vazifangiz yo'qmi? Albatta yangi vazifamiz bor. Lekin yaram amdili saqayg'ashqa payjamini bog'ilib qo'ymadi. Uning gapini anglamay amal qancha. Ondaqda bizga yordam qilish o'zingizning o'yimi yoki yang payjangmingmi? Ko'nglimdagi gapni aytsam, u o'zimning o'yi. Payjamim qo'shilgan. Men asonliq millat jangchisi bo'lg'achqa, u ba'zida menga e'tibor berdi. Ha. Gülandan? Ha. Birdam aramayli olaylik. Gülandan. Sizga bir so'ngaknay sovuq qilganim esingizdami? Uyda qo'yib qo'ygan. Amir, qaytib keting. Endi qig'dak ish qilmading. Yo'q. Sizga kegiz etishib beray. Amir, o degan ayollar qiladigan ish. Qarasam boshqa bir odamga o'zgarib qolgandekli ko'rinsiz.
Nemişki bundaq deysiz? Odamga bek chaplashib oladigan bo'lib qapsiz. Burun bundaq emas edingiz. Burun azatlik armiya jangchisi Amir xizmatni bejondil astoydil qiladi. Uni bir qatim ko'rishimni tezki tushadi. Biroq hozir kun bo'yi qishimdan ketmay xizmatni bir yoqqa tashlab qo'yyapsiz. Gülende. Sizga rost gapni aytsam, u chaqda Navruz bor edi emasmi? Gülende, kechdiqmi? Amirim bu yetgan qo'y. Nima ish qilyapsiz? Voy, qarang uningga. Ne bo'lib ketyapti-da, ha? Navruzning o'lib ketganiga bir qancha kun bo'lmayla. Amir bu yosh to'lqotinga choplishyapti-ku. Payjoningni qari bo'lmag'ini qarang. Qanday qistil bu? Chu. Amir, anladingizmi? Bu sabdoshlaringizning odamga zahardek gap qilib, xanjardek sonjilayotganini qarang. Bu yerdan keting. Men degan to'lqotin. Bundan keyin meni yana izlab kelmang. Ablah, seni agahlandırıp koyay. Mermeri çaplışı olma. O diye benim gözüm çıkan kız. Janobi Jahondar begim. Men degan bir sargardan. Seledin qiz talishishga jenim o'nmi? Yana kelib, men bir g'azal ham bo'g'ashqa, go'zal jon jonivorlarni ko'rsam, ularni madhiyalab g'azal aytib qo'yman shu. Bu sizlarga behurmatlik qilganlik bo'lmas. Hakikaten gözün ötkür. Gapdan nima ekansan? Güzel ayollarni albatta g'azalga qaytib madiyalash kerak. Bunda g'azalga menmi amroq? Biroq mendan qiz talishman desang, Qur'onim gap anglamaydi juma. Bunday qilish qaddim emas. İnek ana, bek qo'rqyapman. Hammamiz bu yerda ochlikdan o'lib, hech qaysimiz tarixga ketamay qolamizmi? Balam, bu ishlarni ko'p o'ylama. Bu ishlarni Allohga topshiraylik. Bu qaqas tog'da yavu ko'ktatmagan maqli turibdi. Biz o qeyridiq o'lib ketsak kari chaqliq, lekin marvaritiga yosh tursa, uningga bek uvol bo'ladigan bo'ldi. Bechora qizim. Allah öz panohida saqlag'ay. Balam. Bering. Qarabekning ravob sadasi sizni ta'sirlantirib qolar. Yoshlar bilan birga bo'lsangiz, ko'nglingiz echilib qoladi emasmi? Bering. Marvari. Qarabek. Ravobni nemanchimi mumliq chaladigansiz. Odamga yig'i olashtirib qo'ydi ekansiz deysa. Qarabek. Kim bo'ldingiz? Yaqindan buyon chiroyingizda miskinlik ketmaydigan bo'lib qoldi. Parishon turqingizni ko'rib, tag'dan sizga qor leylisini uzib tushgan edi. Yo'lda kagicha Jahondar uchrab kelib meni qamchiladi. Ham sizga atab uzgan qor leylisini u dastlab chaylib etdi. Qarabek, buni men uchun epkaganmidingiz? Ma'sum qiz. Chiroyingizdan g'amkinlik ko'tarilib ketadigan ish bo'lsa, sizga texmi ko'p xushallik ato qilishga roziman.
ularning bir tal qarlaylisini chaylab etgandan qaraganda bizni qumdavandan chiqarg'izmaydigan o'xshamamdi. Ensirman qizcaq. Sizga yetish bo'lmaydi. Qarabek, menga kuyinayotganingizni bilaman. Majanjang bizni o'zi bilan birga o'limga qistaydigan o'xshaydi. Hech qaysimiz qumdavandan hayot ketamligidekmiz. Aris? Gülendam, bu yerda yolg'iz turibsiz-ku. Navruzning tuproq bishiri chiqqan edim. Hokim, sizdan bir ishni iltimos qilmoqchi edim. Navruz ozodlik armiyaga xabar yetkazish uchun chiqib o'lib ketdi. Shunga uni inqilobi qurbon deb tunishga bo'ladimi? Siz mang'ash turing, men hozirla boraman. Gülendam, bu talabingizni o'rinsiz degil olmaydi. Ariz mozorda ekan, uni o'ldirdim. Nima? Arizni o'ldirdim. Bekri bilen karımız bulmuşsun. O hatırcamalda qılmoqchi bo'lgan ishini qilaversin. Herkes shapi berib qo'ymaydi. Gülendam. Amir, bo'ldi chaman. Nayning ovozini anglasamla, yurtimiz qag'liqdagi ishlar yodimga kelib, meni yig'i tutdi. Navruz o'lib ketdi. Endi normal bodikada qila oladigan bo'ldik desam, o'zingizni qochirg'il turdingiz. Buning ko'nglim parishon bo'lmay qolarmidi? Bu holda sho'x kuyga chalalam dema. Amir, meni siz bilan birga bo'g'isi yo'q demsiz. Bilamsiz, taharda sonsizlig'an ko'zlar menga tikilib turdi. Buni o'ylasamla, ko'nglim bekla yerim bo'ladi. Kechasimi uxlayolmayman. Ko'z yoshlarim yostiqni ho'l qilib etadi. Amer! Amer! Aklınızmı azdınız mı? Keşke sizin yarısını sakaytıp alsın deyse, muşunda mı kılamsız? Siz de cancının nezarından çıkıp koyup, rasa edivinizni behsi okudek. Gülendam ishimiz kichigimizdan tatib tuqqan ham do'st odamigarchilik nuqtasini aytgandimi? Uningga kuyinishim yo'qliq. Buni Niyaz tog'ammi to'g'ri tushunayotgan edi. Sizlar nima ishqa men bilan qolasizlar?
Kim siz bilan qapti? Amir, siz jangchimi yoki lukchakmi? Navruzning o'lib ketganiga bir qancha kun bo'lmayla bu yosh to'lqotni ozdirg'ili turibsiz-ku. Siz uchun men numus qilyapman. O shikaylarni nima desak bular? Ha? Amir, uchingizda harbiy formula bo'ladi ekan. Siz ozod qarbiy jangchisi. Bu qilganingiz harbiy intizom xilof. Siz ozod qarmiyning yuzini to'kdingiz. Tudashim. O'zingizning koni askar ekanligingizni pesh qilib, meni xohlagancha haqorat qilaman demang. Biroq unutib qolmang. Gülandam hozir tul bo'lib qolgani bilan uning eri ozod qarmiyga yordam qilman deb qurban bo'lgan. Yana texa uni tilovatsiz a? Sizga deb qo'yay, yana mushunda qiladigan bo'lsangiz hargiz oyib o'ltirmayman. Nima? Men bilan urushmoqchimi? Qo'limni qichib turadi. Kelamsa. Sening buruli advoni belgin bor edi. Nima deysan? Kela. Mana. Tudashim, Amir, qo'lingni tatila. Hey,